Makka shahrida yoz oylarida 60 kun davom etadigan Qur'on yodlash halqasi bo'ladi. Unda yosh talabalar 2 oy davomida tashqariga chiqmay kursda bo'lishadi. Faqat mehmonxonaga borib yana haramga qaytishadi. Kuniga 10 soatlab Qur'on yodlashadi. Meni ularga ma'ruza qilib berishga taklif qilishdi. Ma'ruzadan keyin chiqib ketayotganimda ularning ichdan taxminan 13-14 yoshlardagi to'qchilik va boylik alomatlari ko'rinib turgan bir bola ortimdan ergashdi. Kelib men bilan salomlashdi. Ustozdan ruxsat so'radi. Ustozdan ruxsat bergach bola men shayx bilan gaplashmoqchiman dedi-da men bilan birga tashqariga chiqdi. U meni tanidingizmi dedi. Men yo'q tanimadim dedim. U men falonchiman, falonchi savdogarni taniysizmi dedi. Qarasam u o'sha odamning o'g'li ekan. Men u otani shaxsan ko'rmagan bo'lsam ham nomini eshitgandim. Mamlakatning eng yirik milliarderlaridan juda katta boy savdogar edi. Men xush kelibsan o'g'lim dedim. Bola shayx otam shu yozda meni mana shu yerga kelib bular bilan Qur'on yodlashga majburladi. Vaholanki men ta'tilda sayohat qilmoqchi